Assalamu alaykum. Kanalına yaxşı mola selamet olsun inşallah. Ben bugün öyle qatiq bingor qilmoqchi. Yani qatiqimiz çok biz Uyg'urlarning ham yaz kelib qoldi. Qilmoqchi. Oldi bilan quruq kelgan qochamga bu shokninki qaymoqli qatiqidan solaman. O'zingizlar muvafiq miqdorda solsanlar bo'ladi. Mana ko'rdinglar, men yarimidan sal ozini saldım. Mana shunchalik. Endi buningga men labni peynir solaman. Bir qaymoq tamlik bo'ladi bu. Bir paket namını saldım. Bunu biraz aralashtirayım. Anadan keyin bir su istekandan biraz az bunlarda çay qisiltimiz bu. Şekerim var. Yana moş istakanda 2 yoki 3 su bardağı su quyman. Men hozir buningga 2 su istakani 2 stakan su quydim. Bunu biraz aralashtiraylik. Menimcha bu normal qiyam hisoblanadi men bilan. Bek suyu qilasanlar ta'mi yo'q bo'lib qoldi. Men 2 su istakani su quydim. Ta'minini tetib boqay. Tamam. Bo'libdi. Yana ozroq. Mana yarmini quydim. Qo'yib etay. Endi buni men bolalarimga buni da qilib beraman bu qopda. Shokdan olgandim. Endi biz o'zimizga bu qog'oz stakanga to'kaman. Ama shunchalik holat qilib bekchiq to'shqizib etmayman. Küçümüştün aldım ben. Hemmisi müşalette. Mana köygününlerdek tügüdü. Çoğudan 8 tane çıktı. Anadan keyin mana bu qaçamga 4 tane çıktı. Ben bununla çokunu işlettim. Eğer sizler tayaqchini bu bek çoğun kep qalsa, tayaqchi işletsanlar bo'ldi. Mesela bunu oştup ha kızım sizga qildim. Buni o'shtirsanglar bo'ladi. Mana. Ha sizniki qizim bu shu. Andiki mening o'zining og'izi bor mana. Bu holatda buni bir kecha buzdolabda qo'yib qo'yaman. Ben çok önemli ettim. Bunu işletsek lan buldu. Şiş, yağaç şiş var, marketladım var. Bunu hazır bir kecha muzayga yere koyup koyma. Hemen bizning dondurmamız yani bingor muz çokumuz bir kichik tudi bo'ldi. Endi buni ko'ksib qo'yay. Mana ko'rdinglar. Mana bu holatda. Bunu bu holatda etrafını da bastırsanlar asallam chiqadi. Mana bu holatda qilsanglar asallam chiqadi. Machoka bo'lmaydigan silaq qilinaq bir nima ishlatsanlar bo'ldi. Mashalatda chiqarsanlar bo'ldi, atrofini besib turib. Mana ko'rdinglar-ku. Mashalatda bo'ldi. Sinab baqsanlar bo'ldi. Cho'qim sinab baqinglar inshaalloh bek yeyishlik.